bunaqa mamlakat, bunaqa yoshlarga bo'ladigan e'tibor juda kam. Bir vaqtlar o'tgan yil Mahmudxo'ja Behbudiyning 150 yilini o'tkazdi respublikamizda. Hech yoshlar ish bo'lmaganda bir oldindan aytgan edi, bular 1 yil. To'rtta tilni bilish kerak. Hozir eng katta sizga aytilayotgan narsa tilni bilishlaringiz kerak. Ikkinchidan kasb egallash kerak. Bekorga telekomlar ko'paymayapti. Germaniyaga boradimi, Amerikaga boradimi, Koreyaga boradimi, qurib borganda tilni bilish kerak, shu ishni qila bilish kerak. Shu uchun ham yoshlarimiz o'zi tushunib, xulosa chiqarib, tilni juda qiziqib, maktablarda shunday sharoit yaratilayotgan ekan, shunday imkoniyat yaratilayotgan ekan, bundan 100% foydalanish kerak. Haqiqatan ham mana yoshlarimiz ham uyg'onib turadi. Mana ko'ryapsiz. Hozir chetda juda ko'p yoshlarimiz o'qiyapti. Meni ham 3 ta nevaram chetda Koreyada o'qiydi. Ikkovi diplomatiyada, biri AIDS bo'yicha o'qiydi. Demak, odamlar qiziqadigan bo'lsa, imkoniyat bunday kam imkoniyat mana ishga talab qilinyapti, aytyapsiz, Germaniyaga. Bitta narsa sizlar ham qiziqib, shu bir kasbni egallashga harakat qilish kerak. Ana O'zbekistonni ertaga rivojlantiradigan narsa, qidiradigan narsa sizlar. Sizlardan katta umid bo'lyapti. Sizlar yaxshi kasb egallasalaringiz, yaxshi mutaxassis bo'lsalaringiz, yana telekomlarda, oliy o'quv yurtlarida yaxshi ishlab chiqarishni yaxshi ko'rmasliklaringiz, qancha investitsiya kiritilyapti chet mamlakatlardan.